shu krossovkani mana shu odamga kiydirib qo'y. Gap yo'q, lekin xuddi haqiqiydek chiqdi. Ya'ni bitta miyamni portlatgan narsa mana hozir osh retseptini ko'ryapsiz. Endi shu retsept asosida tayyorlanishini vizual ko'rsatib ber. Gap yo'q, lekin ketma-ketida nima qilish kerakligini rasm shaklida sizlarga chiqarib berdi. Endi shuni video shaklida qilib ber. Qoyil qolish kerak, endi uyda tayyorlab, qiynalib videoga olib o'tirmaysizlar. Xo'p, mana bu komiksni o'qimoqchiman, lekin ingliz tilini bilmayman. O'shaning uchun shu komiksni menga o'zbek tiliga tarjima qilib ber. Gap yo'q, lekin xuddi o'sha shriftni o'zbek tiliga tarjima qilib beryapti. Bemalol o'qisanglar bo'ladi endi. Buning uchun lovar.ai saytiga kiramiz, plus tugmasi orqali o'zimizga kerakli rasmni joylab olamiz. Hajmini kattalashtirishingiz mumkin, fonni o'chirib olishingiz mumkin va menga yoqqan funksiya bu tekstni o'zgartirsanglar bo'lar ekan. Edit tekstni bosamiz va bu yerda qaysi yozuvni o'zgartirish haqida variantlar chiqadi. Masalan, avatar so'zini biz somsaga o'zgartirib ko'ramiz. Gap yo'q, lekin yorib qaranglar. Xuddi shunaqa shriftni somsa deb yozib berdi. Qaranglar, endi filmdan kadr joyladim va mana bu promptni kirgizdim. Mana bu sahnani suratga olish jarayoni qanaqa o'tganini taxminan sizga ko'rsatib beradi. Qanaqa kameralar qo'yilgan, svetlar qo'yilgan, ajoyib. Boshqa film kadrlarini ham sinab ko'rishingiz mumkin. Mana bu rasmga mana bu promptni kirgizamiz, yuborish tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana 4 xil kayfiyatda, 4 xil joyda, 4 xil sahnada qilib berdi. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Videoni saqlab, barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Saytga esa profilimdagi link orqali kirsangiz bo'ladi.